Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi uyimiz ko'pchilik niyat etgan lokatsiyalardan shunday shaharning qoq yuragida chiqsangiz Shayx Abbos Vali masjidi bo'ladi. Bu yog'imizda chap qo'limizda esa gipermarket shunday ko'rinib turadi. 2 minutda shaharga borasiz. Hamma narsani shu yerdan qabul qiladi. Maktab, desat, o'quv markazi hammasi yonimizda joylashgan. Gazdan, svetdan hech qanday muammo yo'q. Ko'chalarimiz полный asfaltlangan. Shaharga boradim. Uyimizning yer maydoni 6 sotik. Shunday uyning ichining avzorini tanishib chiqamiz, ahilda pullarni aytib o'tamiz. Ketdik. Uyimizning kirish qismi shunday katta hol bo'ladi. Kirganda chap qo'limizda birinchi xonamiz bo'ladi. Mehmonxona. Mehmon ko'rgan vaqtida shu yerdan erkaklarda sug'orib, yoqqa ayollarda tursangiz ham bo'ladi. To'rimizda kuxnyamiz bor. Anag'inda yana vannaga xona qoldirilgan. Uning ichidan bir remontini salgina qarovlash kerak. Remontini ishlab, aristonlarimiz bor. Bu yog'imizda yana bir spalniy xonamiz bor. Uni ochib ko'rsatib o'tiramiz. Spalniy bo'lgandan keyin o'zing yashab o'tirgan spalniy. Bu yoqda yana 4 xonamiz bor. Yana katta ayvon, bu qo'ldan kirib ketiladi. Bu yerda mehmon so'rashga hech qanday bo'lmaydi ekan. Ayvonda bu yog'inda zallari. Zallar bunday keng. Yana to'rimda yana bir xonamiz bor. Spalniy desak ham bo'ladi, zal desak ham bo'ladi. Hozirgi kunda spalniyaga kattalar ketadi. Уже hozirgi kunda spalniyaga kichayib boradi. Bu yoqda yana 2 xonamiz bo'lim. Spalniy peshlar ham qurilgan ekan. Lekin hozir bu yerda gazdan hech qanday muammo yo'q. Bu orqa hovlimizning ko'rinishi bo'ladi. Tog'xonasi, molxonasi, ayanda molxonaning chetaklarini buzib remontini boshlagan ekan, chalov to'xtab qolgan. Bu yoqdan orqaga ham bir remontini ishlab olsangiz, chetda sirtqi hojatxonalari, bu yoqda vannasi bor, vannasi ishlab turibdi. Aristonlari bor. Suv muzlak suvdan hech qanday muammo yo'q. Qishning kuni gaz bilan qizatadi. Atsizlardan bir qarasangiz, egilib turgan atsizlar bo'lgan, to'proqlari yaxshi. Gazdan, svetdan hech qanday muammo yo'q. Yer maydoni 6 sotik aytganimizday. Uyimiz bilan ko'rib tanishsinlar. Uyimizning yer maydoni 6 sotik, shaharning qoq markazida joylashgan. Gaz, svetdan umuman muammosi yo'q. Adresimiz shunday gipermarketning to'g'risidagi ko'cha, Nobahor ko'chasi bo'ladi. Nobahor ko'cha 7-uy. Maktab, desat, o'quv markazi hammasi yonimizda joylashgan. Bahosini kelsak, bahosi 50 ming dollar aytilyapti. Qaytlardan kelishdan yeri bor. Kelib uyni ko'rib, agar yaqin bo'lsa, egalari bilan sog'lanish olaverasiz. Dokumentda hech qanday muammo yo'q. Pulni borib madrasa sanab beraverasiz. Sizlar bilan men Ixtiyorim Jonovich. Shunday shaharda uyingizda bo'lganlarga videoni yorib qo'ying.